Aka mana ko'rib turganingizdek bizga mana furalada yuklarimiz kelyapti. Bugun aka 21-dekabr, yakshanba kuni ham biz mijozlarimiz uchun yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham inshaalloh ishdamiz. 24:07 ekan sizlarda. 24 ga yetdi aka. Telefon qilsangiz bo'ldi. Sizdan shu so'ralar xolos. Assalomu alaykum barchaga. Biz Zaki Optim jamoasi sizlarga qisqacha o'zimizni tanishtirish uchun video olishga qaror qildik. Biz Zaki Optim jamoasi vodiyda g'arib 10 yilga yaqin muddatda bitovoy texnikani optim narxlarda sotish bilan shug'ullanamiz. Inshaalloh vodiyda bitovoy texnika bilan ta'minlab beramiz desam bo'ladi. Bizni joyimizga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringdek bu Triza most bo'lsa, Triza mostdan pastga tushganlaringda birinchi qo'ldagi baza hisoblanadi. Bundan tashqari bizda yana Namanganda, Andijonda, Qo'qonda xuddi shunaqa bazalarimiz mavjud. Xo'p, aka keling, men sizlarga endi qisqacha bizda bor tovarlar bilan tanishtirib chiqaman. Bizda misol uchun AUX brendi ostidagi konditsionerlar xarid qilishlaring mumkin. Bizda asosan aka vodiyda biz Avangardda yagona bir diler hisoblanamiz. Avangard mahsulotlari bor. Xo'p, bundan tashqari aka bizda Muzbe brendida mahsulotlar mavjud. Zifler brendida baqigisi vodonagrevatorlarimiz mana rasa sotilayotgan Termex brendidan vodonagrevatorlarimiz, Vitech brendidan Malyuchka vodonagrevatorlarimiz, Hantaji brendidan kullerlarimiz, hop ba'da Avangard brendi ostidagi pol avtomatlarimiz, hop Beston brendidan, hop Hantaji brendidan vodonagrevatorlarimiz, bular ham ancha chaqqon Arikton brendidan vodonagrevatorlarimiz bor. Hop, kelaverasiz aka, mana ba'larda ham aka Muzbe brendidan marazilkalarimiz, do'konchi akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Inshaalloh optim narxlarda marazilka deysizmi, vitrinniy xolodilniy deysizmi, zo'r narxlarda qilib beramiz. Xo'p, rossiyskiy xolodilniy xohlagan mijozlar uchun Pozis brendidan xolodilniylarimiz bor. Kasper brendidan xolodilniylarimiz, mashq xolodilniylarimiz katta 4 eshikli bo'ladi. Narxlari o'ta arzon. Xo'p. Kelyapsizmi sizlarga? Kelyapman. Arabaka narxlar nihoyatda arzon ekan sizlarda. Narxlar xudo xolasa arzon. Biz asosan do'konchilar bilan shartnoma asosida ishlaymiz. Bizni tanigan o'zi akalarimiz bor. Xudo xolasa mana shu video chiqqanda kommentariyasiga yozib o'zlari bir izoh qoldirib ketishadi. Hop, Hisense brendi deysizmi? Hammasidan bor aka. Arabaka pul avtomatlarimiz, kir yuvish mashinlarimiz ham bormi? Pul avtomatlar bor. Eshikda ko'rganingizdek Avangard brendidan pul avtomatlarimiz. Bilasiz, pul avtomatlar ichida eng zo'ri, eng nima deydi? Krutoy aka mana. Qancha desangiz bor. Istalgan kolичествоda, misol do'konchi akalarimiz bo'lsa, misol yangi shartnoma mana 2026 kelyapti. 2026-yilda inshaalloh biz YouTube'ga chiqishdan maqsadimiz ham shu. Yangi bir klientlar bo'lsa, biz bilan ishlamoqchi bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishsa, biz bilan hamkorlikka xudo xolasa ishonsa bo'ladi. Ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz. Biz asosan mahsulotdan tashqari biz narxini arzon qilib berish. Do'konchiga biz asosan faqat sotdik bo'ldi bas aka. Misol ba'zilarda bo'ladi, sotdik bo'ldi. Biz uni sotilishini ta'minlaymiz. Nima deganda do'konchini savdosi yursa, bizga ham savdomiz yuradi. Undan tashqari aka biz sport tovarlar, misol begovoy daroshka deysizmi, velotrenajyor deysizmi, vibrator deysizmi, bularni ham ulgurji narxda, optim narxlarda do'konlarga yetkazib beramiz. Buni o'zini ancha o'zi mijozlari yetarli. Bu ham yaqinda kelgan oz qopti bu ham. Arabaka bu shuncha mahsulot, shuncha begovoy daroshka, karistollar hammasi bularda servis xizmatlari qanaqa yo'lga qo'yilgan? Servis xizmatlari aka hamma mahsulotimizda servis xizmatlari bor. Garantiyasi bor, hamma garantiyasi bor. O'ziga yarasha misol ba'zigisi 10 yil, ba'zigisi 3 yil, ba'zigisi 1 yil, hammasi bor. Undan tashqari aka, hammasi garantiyali narsalar. Undan tashqari o'zimizda aka servis center mavjud. Servis center o'zimizda bor. Qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, misol bemalol o'zimizga murojaat qilsa ham bo'laveradi. Servis bo'ldi, misol mahsulot yaxshi chiqmay qolib yoki bir qanaqadir muammo bo'lsa, servis xizmatlari o'zlaringda bor. Hamma yo'q bor aka, xudo xolasa. Misol do'konchilar biz bilan ishlashadi, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, servisda boshqada o'rtada bilasiz menejer bo'ladi. Servis menejer orqali ham hal qilsa bo'ladi. Misol
bo'ldi sotdik biz tashlab ketdik uni brak chiqib qoldi yo'q mijozga sotgansiz muammo chiqib qoldi servisga murojaat qiling bilan emas biz inshaalloh bizni o'zi mijozlarimiz aka mana shu videoda ko'rasiz hali o'zlari izohini qoldirishadi biz bilan ishlayotgan mijozlarimiz bor xudo xohlasa hammalari xursand aka bizda xudo xohlasa hamma mahsulot hamma melki narsalarimiz ham bormi araba melki narsalar ham bor melki narsalar nareskilatga o'tsak nareskilatda ko'rsatamiz aka ko'rsatamiz hop mana Sirius brendida plisoslarimiz ham mavjud aka yana shu o'rinda bitta narsani aytib ketay Zaki brendi o'zimizni asos solgan brendimiz hisoblanadi Zaki brendida aka televizorlarimiz mavjud hozirchalik inshaalloh kelajakda televizorlar chiqaramiz degan 32 43 li deysizmi 32 li deysizmi Android deysizmi biz hozir bizni vodiydagi mijozlarimiz shu darajada yaxshi ko'rganki aka xudoga shukur savdosi zo'r o'zi mijozlarimiz olib sotyapti nimaga desangiz biz asosan aytganimdek aka narxga ahamiyat qilamiz narx qimmat bo'lmasa sifatga e'tibor qaratamiz olsa xalq maza qilsin aka bularda ham garantiyasi bor garantiyalari bor aka servis hamma narsasi bor avangard brendida aka gaz plitalarimiz bor buni ham xalqimiz maza qilib sevib ishlatadi aka ideal brendida mana avtomat kir moshina so'ragandingiz avtomat kir mashinalarimiz bor ideal brendida aka 7 kilo 8 10 kilolisi ham bor aka mana Sirius brendida aka arzon plisoslarimiz bor Sirius brendida обогревательlarimiz televizorlarimiz aka mana bitta narsaga ko'zim tushdi mana bu sizlarda ofisni kreslolar ham bormi ho'p aka bizda ofisni kreslolar bor bularni hozir hali Silvia deyiladi arzon $21 chiqadi tashkilotlarga boshqaga o'zimiz yetkazib o'zimiz ofisni kreslolarda bitta savolim bor boshqa modellari boshqa turlari ham bor hammasi bor misol boshliqlarda kreslosi deysizmi misol oddiy call centerlarga hammasidan bor aloqaga chiqsiz ularni ham nima qilamiz ularda xonaga olib kirgan edik hop Sirius brendidan mana plisosimiz ham bor kolbalari qo'shimcha nimalari bor o'zi buni bozorda olib turgan odamlar ko'p telefon qilishsin buni ham narxi ancha bizda qulay Sirius brendidan malutkalarimiz bor bularni ham narxi ancha qulay hamyon bor aka men sizga bitta narsani aytaman Hantaji brendida avtomatimiz bor bularni ham sifati ham narxi ham shunaqa qulay chiqqanki aka oddiy qilib aytganda yetkazib bo'lmayapti o'zi zo'r aka sotuvi Hantaji brendida avtomat bular avtomat kir yuvish mashinalari zo'r aka LG brendida xolodilniklar bor bemalol olishlari mumkin buni ham TCL brendida 55 talik televizorlarimiz aka bular ham ancha bizda narxlari qulay TCL brendida Toshiba brendidan televizorlarimiz ham bor aka Hantaji brendidan aka xolodilniklarimiz bor bularning ham savdosi juda bir zo'r ketyapti aka brendidan original xolodilnik xohlaganlar uchun ideal brendidan po'lat avtomatimiz bor aka aka o'ta ko'p ekan aka mahsulotlarimiz ko'p kim rossiyskiy xolodilnik bor-ku hali yoshligimizda ham bor edi hozir ham bor odamlar suyib rosa foydalanishgan olib aka maza qilib ishlatadigan Brussa brendidan xolodilniklarimiz ham bor aka narxlari aka zavod narxidan ham arzon xudo xolasa hamma mahsulot bor maza qilsin deyapsizlar ekanda zavoddan ham arzon bo'lsa aka xudo xolasa narxlari aka bizda bunaqa akalarimiz uchun pul sanaydigan apparatlar ham bor shitalkalar yo'q narsani o'zi yo'q aka kelsa mana bunaqa narsa bormi desa yo'q deyilmas ekanda yo'q bo'lsa ham aka siz uchun topib beramiz aka mijozlarimiz uchun melki tovar xohlaganlar uchun mana hamma narsa so'kish jumalka blender tifal mifal hamma narsa bor dazmol ham bor aka men bunga hayron bo'lyapman sushilka ham bor sushilkalar bor bemalol bular ham optim narxlarda chiqadi olib maza qilib foydalanadigan sushilkalar ko'pligini mavjud bu yoqda ham bor aka ko'rsating sushilkalar bu tomonda bakam magazinchi kelsa bu narsalarni hammasini olib kelib qoladi sushilka pilisos aka zo'r nimasi aka narvonlar ham bor bizda narvon texnika bor
o'rnatma gazlar aka hozirgi kunda aka O'rnatma gaz. zo'r odamlar o'rganda aka duxovkalikdan ko'ra o'rnatma gazni o'zini olyapti. Aha. Nimaga siz narxi ham arzon, keyin bizni vodiyda ko'p holatda aka buni duxovkali gazni duxovkasini ishlatilmayapti-da. Aha. Misol elektrichniy pechda somsa-pomsalar qilinadi. Hmm. Asosan bu ham hamyon bo'lib chiqadi, ham Bu dizayn o'rnatma chiroyli. gazmi bu? O'rnatma gaz. Ha, oshxona mebelni tepasini o'rniga o'rnatiladi. Ha. Pastiga duxovka qo'yib qo'ysa, Duxovka, endi duxovkani bizda aka vodiyda asosan misol elektrichniy duxovkalardan foydalaniladi. O'shani hisobiga o'zi duxovkali gazlardan ko'ra buni O'rnatma oladigan gaz. mijozlarimiz ham ko'p. Ko'p. Tepasiga vityashkalarimiz bor. bitishkilar. Aha. Hali oshxona dudboronlari deyiladi. Aha. Oshxonadagi hid Bular qushlar turbo motormi aka yo? hammasidan bor aka. Turbo motorli deysizmi, oddiy deysizmi, Sensormi? sensor deysizmi, datchili Binovkali. hamma turdagisidan bor aka. Aka bu Ruslan gazlarmi bular? Gazlarimiz Rusdan gazlarimiz bor mana aka. Bitta elektrichniy 3 ta gazli. Ha, 3ga 1. Tepasi bitta idealda elektr. mana gazlarimiz kelyapti aka. Yana qancha siz bor. Mana aka gazlarimiz mana chiroyliligini bitta Mana ko'rsating. ochib. Duxovkalarini, ikkitadanliklari bor, grill deysizmi, hamma narsasi mavjud aka. Mana shotiladimi aka? Shotilar mana bu yerda. Mana narvonlar. Narvon. Bemalol olib foydalansa bo'ladi. Bular ham Xitoymi aka? Ha, Turetskiy. Turetskiy bo'ladi aka bular. Turetskiy zo'r. Hamma yo'q zo'r. Mana AUX konditsioner degan Konditsioner ham gapimizni boshida xohlagan turdagi, xohlagan razmerdagi AUX konditsionerlar bor aka. AUX. 12 lik deysizmi, 18 lik deysizmi, kattaroq tashkilot deysizmi, hammasidan bor. Aka bular inverter motormi? Hozir hamma shu tokka inverter motor toklar pastlab ketyapti-yu. Inverter motor chiqadimi? Inverter motordan tashqari aka tent bilan jihozlanganlari bor. Qo'shimcha tek. 900 aka past tok ishlashdan tashqari 900 tejaman beradi aka. Xudo xolasa aka, bemalol bizga aloqaga chiqib, biz bilan bir shartnoma qilib ishlayman degan odamlar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsa, inshaalloh qo'limizdan kelgancha, Xudo qodir qilgancha ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Narx-navoda aka, Xudo xolasa hamma joy bilan raqobatbardosh qilib, arzon narxlarda inshaalloh qilib beramiz. Arab aka, rahmat, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Aka, bundan tashqari vodiydagi mijozlarimizdan tashqari, vodiyda tashqari misol biz Toshkentdamiz yoki Vohadamiz deyishlari mumkin. Boshqa viloyatlardan ham zakaz bo'lsa, boshqa viloyatlardan ham zakaz bo'lsa, aloqaga chiqishsa, ular bilan ham kelishamiz. Xudo xolasa shartnoma qilsak, ularga ham yetkazib berish xizmatlari bor. Hamma narsa mavjud. Aka, rahmat, tan joningiz sog' bo'lsin. Islom aka, charchamang. Sog' bo'ling aka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.